نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu 5. qism. Farruh radiyallahu anhuning taqvoligi va Allohdan qo'rqishdan go'zallikda chaqnab turadigan betlar. Farruh radiyallahu anhu taqvolik va Allah Jalla va Aladan qo'rqishdan go'zallikda va ulug'liqda chaqnab turadigan nurli betlarni tarix peshonasiga yozdi. Ani shu qalam suhbatlashdan hatto uningga izohat berishdan ojiz keladigan manzillar huzuringizda. Osman ibn Affan radiyallahu anhu nihoyatda issiq bir kuni Madinaning chetidagi mollari orasida edi. 2 dona yosh tugini haydab kelayotgan bir odamni ko'rdi. Havoning issiqligidan yerga ko'rpa solgandek bo'lib qolgan edi. Osman radiyallahu anhu bu odam havo suvug'icha Madinada turib tushdan keyin mangsi bo'lyapti dedi. Ondan u odam yaqinlab keldi. Osman radiyallahu anhu ozodgardasiga bu kim ekan qarab boqing dedi. Ozodgardasi qarab to'ni bilan o'ralib olgan 2 dona yosh tugini haydab ketayotgan bir odamni ko'ryapman dedi. U odam yanımı yaqinlab keldi. U qara dedi. Qarasa Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu ekan. U mu'minlarning amiri ekan dedi. Osman radiyallahu anhu o'rnidan turib beshini eshikdan chiqargan edi. Issiq shamolning furqi keldi. Osman radiyallahu anhu beshini tortib oldi. Hatta Ömer radiyallahu anhu uning udul kelganda bu vaqtda seni nima elib chiqdi dedi. Ömer radiyallahu anhu Sadiqa tugulurdan 2 yosh tuga orqada qapti. Sadiqa tugullarni elib ketib bo'ldi. Bu 2 tugini yayloqqa qo'shib etmoqchi. Bu 2 tuga yo'qab ketib, Allah mendan bu haqda so'rashidan qo'rqaman dedi. Osman radiyallahu anhu ey mu'minlarning amiri, kelib suv va soyidan bahrlangin. Biz seni qondiraylik dedi. Ömer radiyallahu anhu ey Osman, sayanga qaytqin dedi. Osman radiyallahu anhu kimki kuchlik, ishonchli kishiga qarashni yaxshi ko'rsa, mushu kishiga qarasin dedi. Ondan yenimizga qaytib kelib o'zini tashladi. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu da rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Men tugi sotib olib yayloqqa haydab apardim. Tugi samriganda elib keldim. Ömer radiyallahu anhu bozorga kirib yenimizdagi tugilarni ko'rdi. Ondan bu kimning dedi. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuning deyilgan edi. U ey Abdullah, belli ey mu'minlarning amrining o'g'li deyishga boshladi. Men uning yeniga yugurib kelib, ey mu'minlarning amri, sana nima bo'ldi dedim. U bu nima tugilar dedi. Men bu tugilarni uruq holatda setib olgan edim va musulmonlar talab qilgan yayloqqa avatgan edim dedim. Ömer radiyallahu anhu mundoq dedi. Mu'minlarning amrining o'g'lining tugisini beqinglar. Mu'minlarning amrining o'g'lining tugisini sug'uringlar. Ey Abdullah ibn Ömer, melingning sarmoyasini elib qilib foydasini musulmonlarning meli bor yerga, ya'ni davlat xazinasiga olib o'tgan. İbn Abbas radiyallahu anhu mundoq deydi. Meni Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu chaqirdi. Uning yeniga borsam, palas ustida oltinlar to'kilib turibdi. Ömer radiyallahu anhu buni qavming orasida taqsimot qilib bergin. Allah eng yaxshi bilguchi. Allah uni o'z payg'ambari Muhammad alayhissalomga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ga bermadi. Menga bu berildi. Menga bu bir yaxshilik uchun berildi yoki yomonlik uchun berildi dedi. İbn Abbas radiyallahu anhu mundoq deydi. Men buni butun diqqatim bilan berilib
uni taqsimlashga va tarqitishga boshladim. Ondan yig'ilgan ovozni angladim. U yig'layotgan Umar radhiyallohu anhuning ovozi ekan. U yig'layotib, "Jenim qulida bo'lgan zot bilan qasamki, Alloh payg'ambar alayhissalomga va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga yomonlikni iroda qilib, uni ulardan to'xtatib qo'ymadi. Umar radhiyallohu anhuga yaxshilikni iroda qilib, uningga berdi" dedi. Mujohiddan mundoq rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu qilgan bir hajda Madinadan Makkaga va Makkadan Madinaga berish uchun 80 dirham sarf qildi. U mundoq deydi. Ondan Umar radhiyallohu anhu qayg'urib, qo'llarini bir-biriga urishga boshladi va "Biz Allohning melida isrofxo'rlik qilishga yoritilmadik" dedi. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a mundoq deydi. "Men Umar radhiyallohu anhuning yerdan bir tal samonni elib, Kaşki men mushu saman bo'lib ketsam-chu. Kaşki men hech narsa bo'lmagan bo'lsam-chu. Kaşki onam meni tug'magan bo'lsa-chu" deganligini ko'rdim. Qatodadan mundoq rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu Shamga qadam tashrif qilganda, uning uchun tamoq qilindi. Umar radhiyallohu anhu ilgari undoq tamoq ko'rib boqmagan edi. Tamoq uningga elib kelinganda, u bizning tamoqimiz. Arpa neniga to'ymasdan kechini o'tkazadigan kambag'al musulmonlarga-chu dedi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ularga jannat bor dedi. Umar radhiyallohu anhuning ko'zlari yoshga to'ldi. Andi, agar bizning nisibimiz bu bo'lsa, ular jannatni elib ketsa, undaqda ular bizdan to'limi yiroqlab ketibdi dedi. Salim ibn Abdullahdan rivoyat qilinadiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qo'lini tugining jarohatiga kirgizatdi va "Men haqiqatan sening ahvoling to'g'riliq so'ralishdan qo'rqaman" dedi. Umar radhiyallohu anhu ba'zida o'tqa qo'lini yaqin akilib, "Ey Xattobning o'g'li, senda buningga sabr bormi?" dedi. Bara ibn Ma'rudin mundoq rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni chiqib munbar yeniga keldi. U og'rib qolgan edi. Uningga hasalning shifoliq ekanligi sifatlab berildi. Davlat xazinasida bir tal moy oladigan qochi bor edi. U mundoq dedi: "Agar menga ruxsat qilsanglar, uni olaman. Bo'lmasa u menga harom." Ibn Jazvi Umar radhiyallohu anhuning fazilatlari to'g'risida mundoq deydi. Mu'minlarning amri Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni chepib ketayotgan uloq ustida ko'rib, "Ey mu'minlarning amri, nega ketyapsan?" dedim. U, "Sadiqa to'g'illardan birisi qechib ketgan edi. Shuni izlayapman" dedi. Men, "O'zingdan keyingi xalifalarni xor qilyapding" dedim. U, "Ey Abul Hasan, menga malomat qilmag'in. Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, Furat daryosi bo'yida bir dona kishi o'g'loq yo'qab ketsa, qiyomat kuni Umar radhiyallohu anhu shuning sababi bilan jazoga tortiladi" dedi. Qatodadan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Muayqib Umar radhiyallohu anhuning xazinasiga mas'ul edi. Bir kuni u davlat xazinasini supurgan edi. U yerda bir dirham pul tepib oldi. Ondan uni Ibn Umar radhiyallohu anhuga berdi. Muayqib mundoq deydi. Ondan uyimga qaytib kelsam, Umar radhiyallohu anhuning elchisi meni chaqirib keldi. Men borsam Umar radhiyallohu anhuning qo'lida heliqi bir dirham turdi. U, "Issit sana, ey Muayqib, qalbingda menga qarshi bir sabab topdingmi yoki men bilan sening nima adovating bor?" dedi. Men, "Nima bo'ldi?" dedim. U, "Muhammad alayhissalomning ummatining qiyomat kuni men bilan bu bir dirham haqida munozirlashini iroda qilsanda" dedi. Mana bu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning yuzini ko'z yoshlarini ko'lab ikki qora siziqni qoldirgan edi. Parvardigoring nomida menga aytqinki, ko'z yoshlar go'shni ko'lab qandoqmi eqin paydo qila oladi? Qalbida qo'rqinish bor holatda kechini o'tkazmagan kishi jigarlarning qandoq parchalanadiganligini bilmaydi.
u kechida o'qiydigan vazifalari ichida bir oyatdan o'tib og'rib qoladi. Hattoki sahobalar bir oygacha uning kasalini yo'qlaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: bir kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bilan birga chiqdim. Hattoki u bir bog'ga kirdi. Men bilan uning orasida tam bor edi. Uning bog'ning o'ttirisida turib mundoq deganligini angladim: ey mu'minlarning amri Umar ibn Xattob, barakalloh, Alloh bilan qasamki, ey Xattobning o'g'li, jazman Allohdan qo'rqishing kerak, bo'lmasa u seni chuqum azoblaydi. Uning zohidlikdan nurliq sahibalar. Umar radhiyallohu anhu kamtar, turmushi g'urgul, tamaqa nachar, Alloh haqida qattiq edi. Uning hayvati qattiq turib kiyimga terida yamoq salatdi. Tulumni mo'risiga elib ko'taradi. Agar to'qimsiz eshakka va qattiq org'amchi bilan yuganlangan to'giga minatdi. U oz kulatdi. Hech kim bilan chaqchaqlashmaydi. Uning uzukiga: ey Umar, sana nasihatchi bo'lishga o'lim yetarlik deb uyulgan edi. U xalifa bo'lgan vaqtda menga Allohning melidan 2 ton yozda 1 ton, qishda 1 tondan boshqasi halol bo'lmaydi. Mening oilamning uzuqligi Quraysh boylaridan bo'lmagan bir odamning uzuqligi bilan o'xshash. Ondan men musulmonlar ichidan bir odam deydi. İbn Jazvi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning fazilatlari haqida mundoq deydi. Abdul Aziz ibn Abi Jamila mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir juma namoziga kechikib qoldi. U munbarga chiqqanda kishilarga uzr etdi. Meni bu ko'nglim to'xtatib qo'ydi. Mening buningdan boshqa ko'nglim yo'q edi dedi. U yamalg'on, oq, yangi 2 qo'lining beg'ishidan oshmaydigan ko'nglik edi. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mening qo'limda esilgan go'shtni ko'rib, ey Jabir, bu nima dedi. Men ko'nglim go'shtni tortib qoldi. Shunga buni setib oldim dedim. Umar radhiyallohu anhu: har qachon ko'ngling tarsa setib olasan. Bu oyatdan qo'rqmamsan. Sizlar lazzatlaringlarni hayotiy dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar dedi. Sura Ahqob 20-oyat. Humayd ibn Hilaldan mundoq rivoyat qilinadiki, Habs ibn Abil As Umar radhiyallohu anhuning tamog'ini elib keladi-yu, o'zi yemaydi. Umar radhiyallohu anhu uningga: "Nimishqa bizning tamog'imizni yemaysan?" dedi. U: "Sening tamog'ing nachar, qattiq. Men menga etilgan tamoqqa berib shuni yeyman" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Sen meni shuningdan ojiz deb qaramsan? Bir qo'yning terisini suyishga buyursam, shundoq qilinsa, bir parcha latida un tasqashga buyursam, tasqalgan un yana bir latiga to'kilsa, buyruq qilsam yumshoq non yiqilsa, bir sar quruq uzumni go'shtning mayiga to'kishga buyursam, uning ustiga suv quyilsa, shuning bilan u tamoq kiyikning qinidek bo'lsa" dedi. Habs: "Men seni rahat yashashni biladigan deb o'yladim" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Ha, jinim qulida bo'lgan zot bilan qasamki, agar yaxshiliklarim kemayib ketmasa edi, sizlarning farovon turmushinglarga sherik bo'lgan bo'lardim" dedi. Uni boshqalar ayiblab, "Yaxshi tamoq yegan bo'lsang, seni haqda turishga texmi kuchli qiladi" deganda, u mundoq dedi: "Men 2 hamrohim payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni yo'l ustida qoldirib qo'ydim. Agar ularning yo'lini tark etsam, manzilida ularni topolmayman" dedi. Ocharchilik yuz bergan yili u moy bilan nondan boshqa narsa yemagachga terisi qoradab ketgan edi. U kishilar och qo'rsoq tursa, undaqda men to'ysam, men nima degan yomon vali deydi. "Ey Umar, sen nima degan yaxshi?" Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Ocharchilik yuz bergan yili Umar radhiyallohu anhuning qo'rsiga ochlikdan ko'krab ketdi. U moy paytida o'ziga seriq moyni cheklagan. U barmog'ini qo'rsiqiga sanjib turib, ko'krig'in, kishilarning hayot qilishi uchun yenimizda buningdan boshqa narsa yo'q" dedi. Muaviya radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi:
Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu dunyoni xohlamadi. Dunyomi uni xohlamadi. Ammo Umar radiyallohu anhuni dunyo xohladi. Umar radiyallohu anhu bo'lsa dunyoni xohlamadi. Biz bo'lsak dunyo ichida u yoq bu yoqqa o'rlayapmiz. Talha ibn Ubaydullah radiyallohu anhu mundoq deydi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu aramizda musulmon bo'lgan tunji kishi emas edi. Hijratda bizdan ilgari emas edi. Lekin u aramizda dunyoga eng qiziqmaydigan, oxiratga eng qiziqadigan kishi edi. Maslahat bayrog'ini ko'targuchi va uning qo'g'dog'ichisi. Parvardigoring sana u bayroqni yaxshi ko'rguchilar nomidan yaxshi mukofot qilib bersin. Ayrim kishilarni hisobga olmaganda, qarshilik bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik kishilar uning bilan shahar gumron bo'lmaydi deb qaraydi. Ochliqda qolgan kishilar qatorida uningda ochliq pardalari ko'tarilib ketguncha xalifami ularga qo'shilib och yurdi. Butun dunyo ilkida turib xalifaning och qilishi tarki dunyolikdagi bir darajadir. Bu sifatga ega qilgan zot pokdir. Kim Abu Habs radiyallohu anhu va uning axloqi bilan bazlasha oladi? Kim Faruq radiyallohu anhuga o'xshashga urinna oladi? Bir kuni uning ayoli tatliq turimni xohlab qoldi. Umar radiyallohu anhu ayoliga: "Menga tatliq turim setib olg'udek pul nadin kelsin? Bizning uzuqligimizning ortiqiga musulmonlar eng loyiqdir. Uni davlat xazinasiga qaytarib etgan" dedi. Uning axloqi shundoq ediki, payg'ambarlikdan keyin uningga o'xshaydigan axloq ko'rilib boqmadi. Uning kamtarligidan nurliq batlar. Mana bu mu'minlarning amri Umar ibn Xattob radiyallohu anhu butkul ummatga kamtarlikda eng go'zal misollarni bayon qilib beradi. Qatada mundoq deydi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu Jarut bilan birga masjiddan chiqib, yo'lga chiqib turgan bir ayolni ko'rdi. Umar radiyallohu anhu u ayolga salom berdi. U ayol Umar radiyallohu anhuga salom qaytardi. Yoki u ayol Umar radiyallohu anhuga salom qilgan edi, Umar radiyallohu anhu u ayolga salom qaytardi. Ondan u ayol: "Ey Umar, men seni tanıyman. Sen Ukazning bozorida kichik Umar deb atalatding. Kichik bolalar bilan chelishib yuratding. Ko'p vaqt o'tmay Umar radiyallohu anhu deb atalding. Yana ko'p vaqt o'tmay mu'minlarning amri deb atalding. Fuqarolar haqida Allohdan qo'rqding. Bilginki o'limdan qo'rqgan kishi fursatning qo'ldan ketishidan qo'rqadi" dedi. Umar radiyallohu anhu yig'lab ketdi. Jarut: "Mu'minlarning amriga jur'at qilding va uni yig'latding" dedi. Umar radiyallohu anhu: "Uni qo'ygin. Uni tanimamsan. U bo'lsa Allah 7 qat osmon ustidan so'zini anglagan Havla bint Hakim radiyallohu anhadir." Umar radiyallohu anhu uning so'zini anglashga texmi loyiq dedi. Anas ibn Malik radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Bir kuni Umar ibn Xattob radiyallohu anhu bilan birga chiqdi. U bir bog'ga kirib ketdi. U bog'ning ichida men bilan uning orlig'ida tam bor holatda uning: "Ey mu'minlarning amri Umar ibn Xattob, barakalloh. Ey Xattobning o'g'ilchigi, chuqum Allohdan qo'rqishing kerak. Bo'lmasa Alloh seni chuqum azoblaydi" deganligini angladim. Umar radiyallohu anhu kecha qorong'uligida sirtga chiqdi. Uni Talha radiyallohu anhu ko'rib qoldi. Umar radiyallohu anhu menib bir uyga kirdi. Ondan yana bir uyga kirdi. Tong otganda Talha radiyallohu anhu u uyga borgan edi. O'ltirib qolgan bir mo'may bor ekan. Talha radiyallohu anhu: "Bu odam yeningga nimishga keladi" dedi. U mo'may: "U odam meni paloni vaqtdan tartib yo'qlab turibdi. U odam menga foydali narsalarni elib keladi. Ziyonli narsalarni chiqarib yetadi" dedi. Talha radiyallohu anhu o'ziga o'zi: "Ey o'lgur Talha, Umar radiyallohu anhudan qusur izlavatamsan" dedi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning yeniga Iroqdan vakillar keldi. Ularning ichida Ahnab ibn Qays rahimahulloh bor edi. Ular nihoyat issiq kunda kelgan edi. Umar radiyallohu anhu bu chaqda bir to'niga o'rinib, sadiqa to'g'ilirdan birini maylavatdi. Umar radiyallohu anhu: "Ey Ahnab, kiyimingni qo'yib kelib, mu'minlarning amriga bu to'g'ini maylashga yordamlashgin. Chunki bu sadiqa to'g'ilari qatoridan.
Buningda yetimning va tul ayollarning, miskinning haqqi bor dedi. Kishilardan birisi, qullardan birini buyurgan bo'lsang, sana yetmasmidi dedi. Umar radiyallohu anhu, mendunmi va Ahnabdinmi bak qaysi qul bor? Qulning o'zi xo'jayinga nasihat qilish va omonatni ado qilish vojib bo'lgandek, musulmonlarning ishiga ega bo'lgan kishiga musulmonlarga mushundoq qilish vojib bo'ladi dedi. Mana bu Farx radiyallohu anhu, u Baytul Muqaddasga g'alaba qilg'uchi bo'lgan holda otga minib kirdi. Ot uning bilan g'odib minishga boshlaydi. Umar radiyallohu anhu otni to'ni bilan o'rashga boshlaydi. Ondan Alloh sana buni o'rgatgan kishini sartlashtirib etsin. Bu takabburlik qatoridan deydi. Ondan otdan tushib, meni faqat shaytonga mindirib qo'yibsizlar. Men buningdan tushmay turib, o'zimni yomon ko'rdim deydi. Muhammad ibn Umar radiyallohu anhu al-Mahsumi otsudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu namozga yig'ilinglar deb to'ladi. Kishilar yig'ilgan va ko'paygan vaqtda munbarga chiqdi. Allohga hamd va sano aytdi va loyiq ravishda madihiya o'qidi. Payg'ambar alayhissalomga durud aytdi. Ondan, ey xaloyiq, o'zimni bilgan vaqtimda Bani Mahzumdan bo'lgan hammalarimga podachilik qilardim. Ular menga xurmo va quruq uzumdan changallab beradi dedi. Va yana, men shu kunimda va xalifa bo'lgan kunida ham o'xshashman dedi. Ondan munbardan tushdi. Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhu, ey mu'minlarning amiri, doim o'zingni ayblab kelding dedi. Umar radiyallohu anhu, ey Avfning o'g'li, issit sana. Men yolg'iz qolgan edim, nafsim menga, sen degan mu'minlarning amiri, sendan ortiq kim bor dedi. Shunga uningga o'zini tunutib qo'yay dedim dedi. Hasan radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Havo nihoyat issigan bir kuni Umar ibn Xattob radiyallohu anhu to'nini beshiga qo'ygan holda chiqdi. Uning yenidan eshakka minib olgan bir yigit o'tdi. Umar radiyallohu anhu, ey yigit, meni sen bilan mindirib olg'in dedi. Heliqi yigit eshakdan sakrab tushdi. Ey mu'minlarning amiri, mingin dedi. Umar radiyallohu anhu, yo'q, sen mingin. Men sening kayninga minay. Sen meni tuz yerga mindirib, o'zing qattiq yerga minmoqchi dedi. Shuning bilan Umar radiyallohu anhu u yigitning kayniga mindi. Madinaga u yigitning kayniga mingan holda kirdi. Kishilar uningga qarab turardi. Abu Mahsuradan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi. Umar radiyallohu anhuning yanida o'ldiruqliq edim. Safvan ibn Umayya bir necha odam ko'taralaydigan taxsini to'nida elib keldi. U taxsini Umar radiyallohu anhuning oldida qo'ydi. Umar radiyallohu anhu miskin kishilarni va atrofidagi kishilarning qo'llarini chaqirdi. Ular uning bilan birlashdi. Ondan Alloh kishilarni mundoq qilib etsin, yoki o'z qullari bilan birga yeyishdan yuz o'ragan kishilarga Alloh la'nat qilsin dedi. Safvan, ammo Alloh bilan qasamki, biz ulardan yuz o'rmaymiz, lekin biz boshqalarni ulardan a'lo ko'ramiz. Alloh bilan qasamki, biz o'zimiz yigidek va ularga yigizgidek yaxshi tamoq topa olmaymiz dedi. Urva ibn Zubayr radiyallohu anhu mundoq deydi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhuning mo'risida bir tulum suni ko'rib, ey mu'minlarning amri, sana bu loyiq emas dedim. U vakillar menga bo'ysunib quloq selib kelgan vaqtda nafsimga maqtishi kirib qoldi. Shu nafsimni sundirishni iroda qildim dedi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.